Assalomu alaykum. Biologiya kimyo olami kanali kuzatuvchilari. Xo'p, va yopiq kanal a'zolari. Sizlar bilan bugun masalalardan ATFni boshlaymiz va shuni nazariyasini bitta ko'rib chiqamiz. Xo'p, birinchi moddalar almashuv haqida gaplashadigan bo'lsak, moddalar almashuvi bu nima o'zi? U tashqaridan moddalarni qabul qilish, o'ziga kerakli bo'lgan qismini olib qolib, keraksini tashqariga ajratish jarayoni bu moddalar almashuvi deyiladi. U ikki xil jarayon, assimilyatsiya jarayoni va dissimilyatsiya jarayoni o'z ichiga oladi. Assimilyatsiya bu hujayradagi barcha sintez reaksiyalar yig'indisi. Masalan, aminokislotalardan oqsillarning sintezlanishi, monomerlardan uglevodlar sintezlanishi. Xullas, barcha sintezlanish reaksiyalari yig'indisi bu assimilyatsiya hisoblanadi. Yoki bo'lmasa, masalan, mana sochimiz kesilgandan so'ng sochimiz yana o'sadi, nima hisobiga? O'sha oqsillarning sintezlanishi hisobiga. Bu ham assimilyatsiyaga kiradi. Va assimilyatsiya jarayonida energiya sarflanadi, ya'ni energiya yutiladi. Bu energiya qayerdan hosil bo'ladi desak, o'sha ATFni suv ishtirokida parchalanishidan qo'shimcha energiya chiqadi. Xo'p, keyin dissimilyatsiya haqida gaplashadigan bo'lsak, bu dissimilyatsiya hujayradagi barcha parchalanish reaksiyalari, moddalarning parchalanish reaksiyalari bu dissimilyatsiya hisoblanadi va parchalanish reaksiyalarida energiya hosil bo'ladi. Va bu energiyani biza ATF hisobiga to'playmiz. Masalan, bunga nima qiladi? Masalan, ovqatlanganimizda, oshqozon ichaklarimizda fermentlar ishtirokida o'sha non tarkibida yoki nima yegan bo'lsak, o'sha tarkibidagi oqsillar, uglevodlarning parchalanishi bu dissimilyatsiyaga kiradi. Xo'p, demak, ATFdan boshlasak, o'zi ATF nimaligi haqida? ATF bu uzun qilib o'qiydigan bo'lsak, adenozin trifosfat. Ya'ni ATF tarkibida adenin nukleotidi, riboza bor. Azotli asoslarda adenin, riboza va 3 ta fosfat kislota bor. Va biz energiyani mana shu 3 ta fosfat kislota orasidagi bog'larga to'playmiz. Demak, uni tarkibida adenin azotli asosi, riboza degan shakar va 3 ta fosfat kislota bor. Hujayrada ATF qanday hosil bo'ladi desa, hujayrada ATF hisobiga, ya'ni ATF degani adenozin difosfat. Mana bunaqa 3 ta fosfat emasda 2 ta fosfat bo'ladi. Mana shu ATF bo'ladi. O'sha ATFga ATF bo'lish uchun bitta fosfat yetmayapti-ku. Mana shu bitta fosfatni biz energiya bilan birga qo'shib ATF sintez qilamiz. Va bu energiya 40 kilojoulga teng bo'ladi. Ya'ni biz ATFga bitta fosfatni biriktirmoqchi bo'lsak, shu 40 kilojoul energiya hisobiga bog' hosil qilib birikamiz va bizda ATF hosil bo'ladi. Va bitta suv ham chiqadi. Agar bizaga masalan hujayrada ATF hosil bo'ldi. Endi bizaga assimilyatsiya, qanaqadir moddani sintezlash uchun energiya kerak bo'ladi. Unda nima qilamiz? Unda ATFni suv ishtirokida parchalab, o'sha hosil qilgan energiyamizni ajratib olamizda, kerakli qismlarga energiyani yuboramiz. Demak, xulosa qilib aytganda, bitta ATF hosil bo'lishi uchun 40 kilojoul energiya ketar ekan. Xo'p, bu ATF haqida qism bo'ldi. Undan keyin energiya almashuv bosqichlari haqida gaplashamiz. Xo'p, energiya almashuv bosqichlari 3 ta bosqichdan tashkil topgan bo'ladi. Birinchisi tayyorgarlik bosqichi, ikkinchisi bu glikoliz, kislorodsiz, ko'p nomlari bor. Uchinchi bosqich esa kislorodli bosqich hisoblanadi. Va bu 3 ta bosqich bir-biri bilan bog'liq bo'lgan jarayon hisoblanadi. Ya'ni moddalar avval tayyorgarlik bosqichini o'taydi, undan keyin glikoliz bosqichini o'taydi va undan so'ng mitoxondriyada oxirgi parchalanishni amalga oshiradi. Birinchi tayyorgarlik bosqichi. Tayyorgarlik bosqichi shu biz ovqatlangan vaqtimizda oshqozon ichaklarida kechadigan bosqich bu tayyorgarlik bosqichi hisoblanadi. Ya'ni oshqozon ichakda moddalarning parchalanishi bu tayyorgarlik bosqichida amalga oshadi. Masalan, bu bosqichda yuqori molekulali moddalar quyiga, ya'ni oqsillar, aminokislotalarga, uglevodlar, monosaxaridlarga, nuklein kislotalar, nukleotidlarga, yog' kislota va glitserin kabi monomerlarga ajraladi. Va bu bosqichda o'ta kam energiya hosil bo'ladi. Va u energiyani hammasi bizga muhim joyi issiqlik sifatida tashib ketadi. Hech qanaqa energiya ATF sintezi uchun mana bu yerda ATF sintezi uchun hosil bo'lmaydi. Hammasi issiqlik sifatida tarqalib ketadi. Demak, tayyorgarlik bosqichi oshqozon ichaklarida yoki hujayra lizosomasida amalga oshadigan va yuqori molekulali birikmalar quyiga parchalanar ekan. Yana bitta savol tushadi sizlarga. 10-sinf jadvallarida berilgan qanaqa savol u?
Mana bunaqa savol tushadi. Qaysi bosqich hujayradan tashqarida amalga oshadi desa, bu tayyorgarlik bosqichi bo'ladi. Chunki oshqozon ichakda, ya'ni hujayradan tashqarida amalga oshadi. Yoki bo'lmasa qaysi bosqich aminaza, lipaza, pepsin fermentlari ishtirokida amalga oshadi desa, bu ham tayyorgarlik bosqichi bo'ladi. Nima uchun? Chunki oshqozon ichakni fermentlarida bo'ladi aminaza, lipaza, pepsin. Tushunarli? Undan keyingisi ham biz bu bosqichda uglevodning monosaxarid, ya'ni glyukozaga parchalanishidan boshlab o'rganamiz, chunki asosiy energiya manbai bu uglevod hisoblanadi. Shuning uchun faqatgina shu qismni o'rganib chiqamiz. Bizning ATF masalamizda ham shu narsa tushadi. Ya'ni tayyorgarlik bosqichida uglevod glyukozaga parchalandi. Endi ikkinchi bosqich bu hujayraning sitoplazmasida kislorod ishtirokisiz amalga oshadi. Shuning uchun bu bosqich glikoliz, kislorodsiz, anaerob achish, bijg'ish, to'liqsiz parchalanish, chala parchalanish, sitoplazmada sodir bo'ladigan jarayon kabi nomlar bilan bog'liq. Demak, shu nomlar bilan yuritiladi va sizlarga masalada shu nomlarni aytayotgan bo'lsa, demak sizlar ikkinchi bosqichda tushunishlaringiz kerak bo'ladi. Bu bosqichda nima bo'ladi? Bu bosqichda mana shu tayyorgarlik bosqichida hosil bo'lgan glyukoza, mana C6H12O6 glyukozamiz parchalanadi sut kislotasiga. Va biz bu bosqichda qaranglar, 80 kilojoy energiyani biz olib qolishimiz kerak. Va 80 kilojoy energiyani olib qolish uchun bizga ikkita ATF kerak bo'ladi. Chunki biz esladikki boya bitta ATFda 40 kilojoy energiya bo'lar ekan. Ikkita ATFda bo'lsa 80 kilojoy energiya bo'ladi. Va biz ikkita ATF hosil qilishimiz uchun ikkita ADFga ikkita fosfat kislotani qo'shib beramiz. Va shunda bizga ikkita ATF va ikkita suv hosil bo'ladi. Mana bu glyukoza fermentlash ishtirokida parchalanganda esa ikkita sut kislota hosil bo'lar ekan. Demak, xulosamiz bu bosqichda jami 200 kilojoy energiya chiqadi. Shundan 120 si issiqlik sifatida tarqalib ketadi. Bu ya'ni umumiy energiyani 60% ni tashkil qiladi. 80 kilojoy energiya ATFda qoladi va umumiy energiyani u 40% ni tashkil etadi. Xo'p, demak, ikkinchi bosqichimiz bo'ldi. Ya'ni ikkinchi bosqichda oxirgi mahsulot bu sut kislota bo'ldi. Demak, bu sut kislota endi uchinchi bosqichga, ya'ni hujayradagi mitoxondriyaga kiradi va biz nafas olganimizdagi kislorod ham o'sha hujayra mitoxondriyasiga kirib, bu ikkalasi reaksiyaga kirishib parchalanadi. Bu bosqichning nomlari kislorodli, aerob va mitoxondriyada sodir bo'ladigan jarayon kabi nomlar bilan sizlarga keladi va masalada shu nomlar bilan yuritiladi. Bu bosqichda o'sha ikkita sut kislota 6 mol kislorod ishtirokida parchalanadi va biz bu parchalanishda qaranglar. Va biz umumiy ATFda 1440 kilojoy energiyani olib qolishimiz kerak. Qoida bo'yicha ATFda biz 1440 kilojoy energiya olib qolishimiz kerak. Bu energiyani olib qolish uchun biz 36 ta ADFga 36 ta fosfatni biriktirsak, har bittasi uchun 40 kilojoydan ketadi. Biriktirish uchun 36 tasi uchun esa 1440 kilojoy energiya ketar ekan. Demak, 2 mol sut kislota 6 mol kislorod ishtirokiga parchalanadi. 36 ta ADF, 36 ta fosfat kislota bir-biri bilan bog'lanadi. Va mana bu yerda 6 mol karbonat angidrid va 6 mol suv mana bu sut kislotani parchalanish hisobiga hosil bo'ladi. 36 ta fosfat bilan 36 ta ADF birikishdan 36 ta ATF va 36 ta suv chiqadi. Umumiy bizga mana bu ATFdan chiqqan 36 ta suv, mana bu sut kislotadan chiqqan 6 ta suv va umumiy suv bizga 42 mol bo'ladi ekan. Biz bu yerda bilishimiz kerak bo'lgan ma'lumotlar jami 2600 kilojoy energiya chiqadi. Shunda ATFda qolayotgani 1440, ya'ni umumiy energiyaning 55,4% ni tashkil etadi bu. Issiqlik energiyasi esa 1160 bo'ladi va u umumiy energiyaning 44,6% ni tashkil etadi. Demak, bu 3-bosqich bo'ldi. Undan keyingi ma'lumotlar quyidagilar. Ya'ni biz bildik, tayyorgarlik bosqichi, anaerob bosqich va aerob bosqich. Bu 3 ta bosqich. Agar shu 3 ta bosqichning hammasi emas, ya'ni ikkita bosqichi, ya'ni tayyorgarlik bosqichi va anaerob bosqich amalga oshayotgan bo'lsa, bu chala parchalanish deyiladi. Ya'ni 3 ta bosqich to'liq amalga oshmagan, faqatgina ikkitasi amalga oshgan. Shuning uchun bu chala parchalanish deyiladi. Va chala parchalanish anaerob bosqichdagi mahsulotlarga teng bo'ladi. Chunki tayyorgarlik bosqichida bizga hech qanaqa ma'lumot berilmagan, faqat oz miqdorda energiya issiqlik sifatida chiqadi deyilgan bo'ldi. Shuning uchun biz
anaerob bosqichda nima bo'layotgan bo'lsa, o'shani hammasini chala parchalanishga olamiz. Masalan, sizlarga aytsa, chala parchalanishda qancha atev hosil bo'ladi desa, 2 ta atev deysizlar, chunki anaerobda 2 ta atev hosil bo'ladi. Chala parchalanishda qancha suv hosil bo'ladi desa, 2 ta suv hosil bo'ladi, chunki anaerobda 2 ta suv hosil bo'ladi. Chala parchalanishda qancha energiya chiqadi jami desa, 200 kilojoy energiya deysizlar, chunki anaerob bosqichda 200 kilojoy energiya chiqadi. Xullas, chala parchalanish va anaerob bosqich bo'lar ekan. Agar sizlarga tayyorgarlik bosqichi, anaerob, aerob hammasi amalga oshayotgan bo'lsa, bu to'liq parchalanish deyiladi. Va to'liq parchalanishimiz bizga anaerob bosqichdagi mahsulotlar bilan aerob bosqichdagi mahsulotlarni umumiysini o'z ichiga oladi. Masalan, to'liq parchalanishda qancha atev chiqadi desa, 38 ta deymiz. Nima uchun? Chunki aerob bosqichda 36 ta chiqadi, anaerobda 2 ta chiqadi. Jami 38 ta atev chiqyapti. Qancha suv chiqadi desa, 44 ta suv deymiz. Chunki anaerob bosqichda 2 ta, aerob bosqichda 42 ta, jami 44 ta suv chiqadi ekan. Qancha energiya chiqadi desa, 2800 kilojoy energiya deymiz. Chunki mana bunda 200, mana bunda 2600, jami 2800 kilojoy energiya chiqadi. Qancha karbonat va suv hosil bo'ladi desa, 6 mol karbonat deymiz. Xo'p, mana bu sut kislotadan parchalanishdan hosil bo'lgan suvdi, bu 6 mol. Shuncha suv hosil bo'ladi deymiz. Demak, bu suvni o'chiraylik, adashib ketasiz hozir 42tasiga. Xo'p, faqatgina 6 mol karbonat hosil bo'ladi, chunki anaerobda karbonat hosil bo'lmaydi-ku. Aerobda hosil bo'ladi va 6 mol deymiz. Qancha kislorod sarf bo'ladi desa, to'liq parchalanishga 6 mol deymiz. Ya'ni u ham aerob bosqichdagi o'z ichiga oladi. Xo'p, demak, undan keyingisi mana bu jadvalcha, ya'ni bosqichlar ketma-ketligida birinchi murakkab uglevodlar, masalan, glikogen, sellyuloza farqi yo'q. Shu murakkab uglevodlar yuqori molekulalar quyiga, ya'ni glyukozaga parchalanadi tayyorgarlik bosqichida. Va undan keyin shu glyukozamiz bu bosqichga, ya'ni kislorod bosqichiga sitoplazmaga o'tadi va sut kislotagacha parchalanadi. Keyin sut kislotamiz kislorodli bosqichda to'liq parchalanib ketadi. Va bu 3 ta jarayon bir-biri bilan bog'liq holda amalga oshadi. Bir-biri bilan bog'langan 3 ta joy, eslab qolinglar. Bog'lanishga oid masala bu. Shundan tushib qoladi. Masalan, sizlarga aytadi. 10 mol glyukoza parchalandi kislorod bosqichda deydi, kislorodli bosqichda deydi. Kislorodli bosqichda 5 mol parchalandi. Jami necha foiz glyukoza to'liq parchalangan desa 5 mol deymiz. Ya'ni 50% deymiz. Nima uchun? Chunki mana bu yerda hosil bo'lgan 10 mol glyukozamiz ning 5 moli mana bu yerga o'tib parchalanyapti. Ya'ni bizga 15 mol glyukoza yo'q. Mana bu yerdagi 10 mol glyukozamiz sut kislotaga parchalanyapti va o'shandan hosil bo'lgan sut kislotamiz bu bosqichga o'tib parchalanadi. Ya'ni bular bir-biriga bog'langan jarayonlar hisoblanadi. Eslab qolamiz buni. Mana bu esa umumiy jadvali bu. Ya'ni jam bosqichidagi, masalan, tayyorgarlik bosqichida energiya o'ta kam hosil bo'ladi. Undan keyin aerob bosqichda 200 kilojoy energiya hosil bo'ladi jami. Aerob bosqichda 2600, jami 2800 kilojoy energiya hosil bo'ladi. Issiqlik sifatida anaerob bosqichda 120 chiqadi, shu umumiy energiya 60% ni tashkil etadi. Issiqlik sifatida aerobda 1160 chiqadi, bu umumiy energiyani 44.6% ni tashkil etadi. Xullas, mana shu jadvalchamiz bor. Yana bilishimiz kerak bo'lgan bitta narsa, tayyorgarlik bosqichida glyukoza hosil bo'ladi, anaerob bosqichda glyukoza parchalanadi, aerob bosqichda ham glyukoza parchalanadi. Demak, glyukoza mana shu ikkita bosqichda parchalangani uchun glyukoza parchalanishining birinchi bosqichi bu anaerob bosqich, glyukoza parchalanishining ikkinchi bosqichi bu aerob bosqich. Sizlarga savol kelsa, masalan, 5 mol glyukoza parchalandi, hosil bo'lgan energiya glyukoza parchalanishining ikkinchi bosqichda qancha energiya hosil bo'ldi deb savol kelsa, ya'ni sizlarga qarshida glyukoza 2 mol parchalandi desa, demak sizlar glyukoza parchalanishining ikkinchi bosqichini anaerob emas, balki aerob olishlaringiz kerak. Chunki tayyorgarlik bosqichida glyukoza parchalanmaydi. Tushunarli bo'ldimi hammaga?